Uyingizga eshik rom o'rnatmoqchisiz, qanaqa razmer qo'yishni bilmayapsiz. Hozir men sizga shuni tushuntirib beraman. Birinchi romga keladigan bo'lsak, romning razmeri uy razmeridan kelib chiqadi. Har 10 kvadrat uyga 1 kvadrat oyna bo'lishi kerak. Masalan, 30 kvadrat uyimizga kamida 3 kvadrat oynamiz bo'lishi kerak. Uni 2 ga bo'lib 1,5 kvadratdan bo'lib olsak bo'ladi yoki umumiy, masalan, 180 ga 170 bo'lsa, taxminan 3 kvadrat bo'ladi. Shu yorug'likni bizga yetarli yorug'likni beradi. Eshiklarimiz o'rtacha 2 ga 90 bo'ladi. Hojatxona, vannalarniki 80 yo 70 ga 2 bo'ladi. Bu standart razmerli, domlaga mo'ljallangan razmerli bo'ladi. Romliga keladigan bo'lsak, asosiy hozir aytib o'tganimizdek har 10 kvadratga 1 kvadrat rom hisoblanadi, lekin xohishga qarab ko'proq bo'lsa, qancha yorug'lik ko'proq kirsa, romlarimiz ko'paysa, ochilishlari ham ko'paysa, yorug'lik ko'proq kirsa, shuncha foydali bo'ladi.